Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochilimimizning mavzusi sizni kim yaxshi ko'radi? Kim yaxshi ko'radi? Avvalo aytib o'tishim kerak ekanki, hayotingizda o'tmishda xiyonat ko'rgan ekanligingiz ko'rinyapti bu yerda. Xo'sh, sizni kim yaxshi ko'radi? O'ziga to'q oilani farzandi deydi. Mehnatkash deydi. O'tmishda tanigan odamingiz, ya'ni begona emas, ya'ni sizni zimdan yaxshi ko'rib yurgan, sizga sirli ravishda har bir qadamingizni kuzatib yurgan inson, o'ziga to'q oilani farzandi, mehnatkash, eskidan taniysiz, o'ta aqlli, nima qilayotganini o'zi yaxshi biladigan bir so'zli inson ekanligi ko'rinyapti. Lekin deyapti, qandaydir hayotida nosozliklar ketyapti bu insonning hayotida deydi. Juda ko'p narsalar haqida qayg'uryapti deydi. Bu masalalar nima haqida deb o'ylaydigan bo'lsak, oilaviy mas'uliyat deydi. Oxirgi paytlar juda ko'p ishlash natijasida qattiq charchagani ko'rinyapti, chunki bo'ynida oilaviy mas'uliyatlari bor, boshqa deydi. Lekin o'ta porloq inson, xushchaqchaq inson normalda. Porloq, xushchaqchaq, bir gapirib 10 kuladigan, lekin bu degani nima deydi? Bachkanaroq emas, o'ziga yarasha turgan hazil-huzullari bor. Bu inson sizni anchadan beri yaxshi ko'rinyapti bu yerda. 2-3 yillardan beri yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin, faqat buni siz sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zan sizga qadam tashlashni xohlayapti, lekin ustida juda ko'p mas'uliyatlari, og'ir nimalari bo'lgani uchun deyapti, siz tomonga qadam tashlay olmaydi. Bu og'ir yuklar va mas'uliyatlarni hisobga olib aytadigan bo'lsa, bu inson oilali bo'lishi mumkin ekanligi ko'rinyapti. Lekin hali deyapti, oila qurmasidan oldin, oila qurmasidan oldin ham sizni yaxshi ko'rgan deydi. Balkida siz unga rad javob bergan bo'lishingiz mumkin, chunki bu juda ham eski bir inson, o'tmishdagi bir inson. Lekin aytayaptiki, hali hamon shu vaqtgacha ham sizni yaxshi ko'rib kelyapti deydi. Agarda deydi, qaniydi deyapti, o'sha vaqtlar meni taklifimni qabul qilib deyapti, yonimda bo'lsaydi deyapti, men uning uchun deyapti, oyog'ini ostiga dunyolari to'shagan bo'lardim deyapti. Haqiqatan ham buning uchun kuchi bor, chunki ishi bor, ham oilasi yaxshi bir oila ekanligi, o'ziga to'q oila ekanligini, hozirgi kunda ham bu insonda ishlari yaxshi ekanligi ko'rinyapti. Tez-tez orqasiga qarash holati bor, ya'ni tez-tez o'tmishiga qaraydi. Chunki sizni hali hamon deydi, oilasi bo'lishidan qat'iy nazar deydi, hali hamon sizni yaxshi ko'rishi ko'rinyapti bu yerda. Faqatgina siz vaqtida bu insonni kashf qilib ko'ra olmagansiz yoki bo'lmasam rad javobini bergan bo'lishingiz mumkin. Chunki bu munosabatlar yarim qolib ketgani ko'rinyapti. Eski siz bilgan, tanigan, sizni yaxshi ko'rgan inson hamon sizni yaxshi ko'rib kelmoqda. Xo'sh, sizniki o'zingizni kelajagingizchi? Siz kelajagingizda ham deyapti, yaqin orada mana misol uchun kartaning boshida chiqdi, xiyonat ko'rgansiz kimdandir deyapti. Haqiqatan ham bu yerda o'zingiz sevgan inson tarafidan xiyonat ko'rganingiz ko'rinyapti. Lekin aytayapti, agar istasangiz deyapti, vaqtlar kelib deyapti, bu munosabatlar yana ham yaxshilanib ketishi mumkin deyapti. Lekin agarda istamasdan bu munosabatlarni to'xtatishga qaror bersangiz ham deyapti, hech qanday nima bo'lmaydi. Chunki sizni hozir ham tashqaridan zimdan kuzatib, ko'z ostiga olib yurgan faqat bitta emas, 2-3 tagacha erkak bor va bular siz uchun raqobatlashishga va kurashishga tayyor ekanligi ko'rinmoqda. Sog' bo'ling.